Qatag'on qurbonlari muzeyida bir o'q ko'rgazmaga qo'yilgan. Shu o'q atrofida aylanib qoldim. Ikki misqol kelar kelmas qo'rg'oshin. Tirnoqcha shu ma'dan 100 yilcha oldin Munavvar qorining yegandir boshin. Ne dilbar zot edi Qodiriy hazrat. Otabegi o'qqa uchganmi yo yo'q? Hazrat yuragida orzular qat-qat. Shularning yonida qolgandir shu o'q. Qumri hug'ulagan salqin kuz shomi, qarsillagan ovoz oyni titratdi. Na bismillosi bor va nada omin. Shayton shahid qildi domla fitratni. Tashqari chiqaman, osmon tubidan mo'ljal olib uchar yulduz misli cho'g'. Mal'un oqshommidi yoki subhidam? Cho'lpon jigarini teshgandir shu o'q. Daliliy ashyo bu, raqamlangan rost. Ko'rib ko'rmay o'tar sipolar, sho'xlar. Oyoqlar ostida pismiq beovoz sizni kuzatadi zerikkan o'qlar. Shu o'q atrofidan ketolmay qoldim. 100 yilki uchishga shaylanadi yer. Lekin iloji yo'q, boshin egib jim. Shu o'q atrofida aylanadi yer.